Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Efirda oramizdagi afsonalar ko'rsatuvi va ko'rsatuvimizning birinchi soniga taklif qilingan mehmonimiz Muqaddas opa Xoliqova. Afsona deganingizga men o'zim qanaqadir keksa onaxon deb tasavvur qilaman. Aslida unday emas. Unday emas. Sizningcha? Muqaddas opa, nima deb o'ylaysiz? Sizni tanitgan film? Menimcha ular hamma bilsa kerak, muhabbat sinovlari orqali tanilganda. Yo'q. Qaysi muhabbat sinovlari? Men o'ynamaganman. Zuhra opa edi, opa. Sev. Ishada boshqatdan. Ko'rsatuvimiz ilk mehmoni Muqaddas Xoliqova ekan. Afsuski. Nostandartroq savol berishga harakat qilamiz-da. Nostandart bo'lmayapti-da. Bo'pti gapirmayman. Oramizdagi afsonalar. Oramizdagi afsonalarga kimlarni kiritgan bo'lardingiz? O'zbek aktyorlaridan. Zaynab Sadrieva, Sora Ishonto'rayeva, Jahongir Poziljonov. Jahongir Poziljonov. Qaysi? Bojalarmi? Yomonlamayman. Jahongirga gap yo'q, lekin hozir afsona deb turibsiz, to'satdan bojalarni Jahongircha deyapsiz-da, xuddi odam ustidan kulayotganga o'xshaysiz. Yo'q, Zuhra opa, gap shundaki, masalan. Zuhra opa emas. Muqaddas Xoliqovani endi yoshligimizdan bilamiz. Adashmasam, biz onalarimiz, hattoki dadalarimiz ham sizni yaxshi taniydi. Qo'shnilarimiz, endi qarindosh urug'da gapirmasak bo'ladi. Shuni seriozli savol. Mish-mish eshitganmizda, shu haqida bizga ochig'ini aytsangiz, Rashid Xoliqov, Muqaddas Xoliqova. Qanday bog'liqlik bor? Qarindoshchilik bormi? Anvar G'aniyev bilan Anvar Sanayev aka-uka. Ya, ularning ismi bir xil, sizlarda familiya. Biz ham aka-ukamiz. Yo, rostdan bunmi? Qarang, opa-ga o'tamiz. Eng yaqin dugoningiz ismini ayta olasizmi? Zuhra Ashurova. Haligi opa bilan yaqinmizlar kinoda. Va deb baqirib kuladigan opa. Soliyeva u. Va artistlar hammasini tanimas ekan bu to'ba. Ashur, men ham shuni deb o'ylagandim. Böyle. Bilan savol edim, men qoshim tepaga chiqib ketyapti. Buni deb gapiring, opajon, buni. Yo, hozir meni maynachilik qilib, anaqami Zuhra opa deydi, nuqul Zuhra opa deydi. Ertugrul filmini qaytaringlar. Muqaddas opa, men sizni muxlisingizman. Yangiligi va Siz bilan rol ijro etishni orzu qilaman. Ayting, shogird olasizmi? Olmaymiz. Shogird olmas ekanlar degan javob yozdim, xafa bo'lgan smaylik qo'ydim. So'kinishli so'z yozdim. Xafa bo'lish yo'q, ko'rsatuvni ko'rganmisiz? Xafa bo'lish yo'q,